Zuha suresi Mekke'de nazil bo'lgan. Jami 11 oyat. Nihoyat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Chashqi vaqti bilan qasamki, qarong'uligi atrofni qoplagan chog'diki, kechi bilan qasamki, ey Muhammad, Parvardigoring seni tashlab yo'q. Yomon ko'rib qolganimi yo'q. Sana oxirat albatta dunyodan yaxshidir. Parvardigoring sana savob, hurmat va shafoat qatorliqlarni ato qiladi. Sen mamnun bo'lasan. U seni yetim bilib panoh bermadimi? Qaymuqqan bilib hidoyat qilmadimi? Seni yo'qsiz bilib kishilardan behojat qilmadimi? Yetimni xorlama, soyilga qo'pollik qilma. Parvardigoringning sana bergan ne'matini kishilarga so'zlab bergin. Chunki ne'matni so'zlab berganlik ne'matga shukr qilganlik bo'ladi.